Assalomu alaykum do'stlar. Kislota ishqor muvozanatini ikkinchi darsiga o'tamiz. Endi ikkinchi dars. O'tgan darsda ko'rib o'tgan qisqacha narsalarimiz bular bufer sistema, pH, atsidoz yoki alkaloz nima ekanligini ko'rib o'tgan edik. Endi quyida kislota ishqor muvozanatini oxirgi qismlarini qisqa takrorlab olsak. Kislota ishqor muvozanati qonda pH ni optimal holatda, ya'ni organizmda 735 745 o'lchov birligida saqlashga qaratilgan umumiy sistema edi. Endi kislota ishqor muvozanatini u tarafga yoki bu tarafga burilib ketishida asosiy o'lchanadigan o'lchov birliklar bular pH, parsial kislorod karbon tangidrid bosimi, gidrokarbonat anioni hamda kislorodning parsial bosimi. Demak, bu yerda ham kislorod, ham karbon tangidrid qatnashyapti. Bundan tashqari ham vodorod o'lchovi, to'g'rirog'i pH hamda gidrokarbonat. Yuqorida avvalgi darsda ham gaplashib o'tganmiz. Bizda karbonat tangidrid va kisloroddan ahamiyati bor edi. Kisloroddan ahamiyatini chuqur ko'rmadik, lekin karbon tangidridga mos ravishda bor edi. Uni gemoglobinni siqib chiqarishiga qarab ko'rib olgan edik. Endi bundan tashqari vodorod hamda gidrokarbonat. Vodorodni nimaga pH ni vodorod deb yozyapman? O'tgan darsda gaplashdik. pH bu erkin vodorodlarni umumiy o'lchov birligi sifatida qarasak bo'ladi. Bu asosiy 4 ta parametrlar baholanadi. Bu 4 ta parametrlar asosiy birliklari bu yerda 3 tasini ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni pH ga 735 745, karbon tangidridda parsial bosimi 35-45 mm/s hamda gidrokarbonat anioniga qonda 22-26 mmol taqsim litrni tashkil etadi. Yuqorida o'tgan darsda ham aytib o'tdik. Keyslarda bir alohida jadval sifatida keltirish mumkin. pH ni alohida yoki karbon angidridni parsial bosimini yoki gidrokarbonat anionini umumiy qiymatini sizga berishi mumkin bo'ladi. Siz shu orqali bemorda kislotali yoki ishqoriy muhitni aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Kislota ishqor muvozanatini o'lchashni o'rgandik. Endi biz quyida kislota ishqor muvozanatiga kaliy va vodorodning ta'sirini qisman gaplashib ketishimiz kerak. Chunki bundan keyingi o'tadigan darslarimizda kaliyni giperkalimiya holati yoki gipokalimiya holatini kislota ishqor muvozanatiga alohida ta'siri mavjud. Shuning uchun kaliyni ishqor kislota muvozanatiga vodorod bilan birgalikda ta'sirini ko'rib ketish kerak bo'ladi. Mana bu tashqari taraf. Bu yerda ekstrasellular deb qo'ydi. Ya'ni mana bu chiziqdan tepa taraf hujayra tashqarisi. O'zbek tilida yozib qo'ysak, hujayra tashqari qismi, tashqarisi. Yoki o'zbek tilida umumiy oladigan bo'lsak, hujayra tashqari qismi hujayralar aro bo'shliq interstitsiyaga to'g'ri keladi. Yoki qon sifatida qarasangiz ham bo'ladi. Interstitsiya sifatida qarasangiz ham bo'ladi. Mana bu chiziqdan pastki taraf esa, mana bu pastki taraf intrasellyular zona, ya'ni intra hujayra ichi degan ma'noni anglatadi. Hujayra ichida odatda kaliy ionlari miqdori ko'proq bo'ladi hujayra tashqarisiga nisbatan. Lekin ba'zida hujayra tashqarisida kaliy miqdori giperkalimiya tufayli ortib ketadi. Giperkalimiya tufayli ortib ketadi. Shu holatda mana bu balans birozgina buziladi. Endi bizda kaliy va vodorodni alohida maxsus kanali bor. Ya'ni kaliyni vodorodni bir-biridan ajratadigan kanal bor. Ya'ni kaliy bilan vodorod bir-biriga teskari ravishda ishlaydi. Odatda alkaloz muhit, ya'ni qondagi ishqoriy muhit hujayra ichidan vodorodni sug'urib olib chiqadigan kanalga stimul beradi. Mana plus beryapti alkaloz mana bu kanalga. Bu kaliyni hujayra ichiga olib keladi. Hujayra ichidan esa vodorodni tashqariga chiqaradi. Asosiy bizdagi narsa mana bu vodorodni tashqariga chiqarib hujayrani alkaloz muhitdan qutqarish hisoblanadi. Bundan tashqari mana bu joyda beta agonistlar yoki insulin ta'sirida mana bu kaliy natriy almashinuvi buzilishi ham mavjud bo'ladi. Bu natriy kaliy atefaza kanalini biz yaxshi bilamiz. Hujayraning ichidan tashqarida hujayra harakat potensialini, membrana potensialini normallashtirish uchun ishtirok etadigan mana bu natriy kaliy atefaza kanali bor edi. Odatda natriy hujayra ichiga kirib olgandan keyin harakat potensiali depolarizatsiya, mana bu chiziq chizadigan bo'lsak, harakat potensialida depolarizatsiyada hujayra ichiga natriy kirardi. Mana bu repolarizatsiya davrida kaliy hujayradan tashqariga chiqib ketardi. Endi hujayra ichiga kirib
qolgan natriy va hujayradan tashqariga chiqqan kaliyni balansga soladigan davr mana bu davrda bo'ladi va tinchlik potensialida holatni normallashtirar edi. Natriy kaliy AT-fazi. Mana shu paytda hujayrani ichidan mana bu kirib olgan natriyni tashqariga chiqarardi, hujayra tashqarisidan kaliyni olib kirardi. Aynan mana shu birlamchi aktiv transporter natriy kaliy AT-fazi. Hujayra tashqarisidagi kaliyni boya chiqib ketganini qaytarib olib kiradi. Hujayra ichidagi natriy esa hujayra tashqarisiga olib chiqardi. Mana shu protsessni insulin stimullab beradi. Ya'ni insulin hujayrada gipokaliyemiyaga sababchi bo'lyapti. Chunki tashqaridagi kaliy hujayra ichiga olib kirilishini stimullayab beryapti. Bundan tashqari beta agonistlar, beta retseptorlarning stimullanishini ham mana shu retseptorlar, mana shu kanallarga stimul beryapti. Demak, mana shu joyda bilib olishimiz mumkin. Hujayra ichiga kaliyni kiritib, umuman qonda gipokaliyemiya chaqiradigan stimul beruvchilar bular alkaloz muhit yoki beta agonistlar hamda insulin. Bular hammasi hujayrada gipokalemiya chaqiradi va qonda gipokalemiya chaqiradi va hujayrani ichida kaliyni ko'paytirib beradi. Demak, hujayra ichida kaliy ko'payar ekan. Endi kaliyni hujayra ichida kamaytiradigan hudlar bor. Bu kamaytiradigan hudlarda asosiy mana bu digoksin, beta blokator, gipoinsulinemiya, ya'ni insulin kamayib ketishi, beta agonisti qarama-qarshisi beta blokatorlar yoki digoksin, yurak glikozidlar. Odatda shu strukturadagilar moddalar aynan mana bu natriy kaliy AT-fazani bloklaydi va bloklaganligi sababli mana bu mexanizm ishlamaydi. Bu mexanizm ishlamasa hujayra tashqarisida kaliy hujayra ichiga nima qila olmay qolyapti, kira olmay qolyapti. Natijada giperkalemiyaga sababchi bo'lib qolyapti ular. Gipo emas, endi giper. Keyingisi atsidoz muhit, tuz kislotali muhit. Yuqorida aytdik, vodorod bilan kaliyni almashtirib turuvchi darvoza bor edi. Endi atsidoz muhit aynan mana shu darvozani vodorod bilan kaliyni teskari almashinadigan darvozasini stimullab beryapti. Mana bu joyda vodorod bilan kaliyni bunga nisbatan boshqacha darvoza. Tashqaridan kaliy olib kiradigan darvoza edi. Mana bunda esa kaliyni tashqariga olib chiqadigan darvoza bor edi. Bu vodorodni tashqaridan olib kiradi, tashqariga kaliyni chiqarib beradi. Bu ham giperkalemiya chaqiradi va bu tashqaridagi muhitni vodorodni olib kirgan hisobiga alkaloz tarafga siljitib beradi. Mana shu kaliyning kislota ishqor muvozanatiga ta'siri ekan. Demak, bilib oldik, biz qachonki kaliy kislota ishqor muvozanatiga ta'sir qilish uchun, demak, vodorod bilan o'rnini almashtiradi. Shu joyni bilib olamiz, qachonki giperkalemiya holati yuz berayotgan bo'lsa, demak, tashqarida kaliy miqdori oshyapti. Bu vodorodning miqdori kamayishiga sababchi bo'lib qoladi. Mana kaliy ko'payapti, vodorod kamayyapti. Buni teskarisi gipokalemiya holatida vodorod oshib ketish holati kuzatilishi mumkin bo'ladi. Mana bu ikkita darvoza orqali, mana shu ikkala kanal, asosiy kanal bizda vodorod kaliy almashinuvi muhim hisoblanadi va bu narsalar, bu kanallar asosan mana bu metabolik atsidoz yoki alkaloz muhitli o'zgarishlarda vodorodni yoki kaliyni qonda ko'payib kamayib ketishi bilan bog'liq keyslarda bizda asqotadi. Endi bugungi asosiy mavzuyimizga qaytamiz. Bu mavzu respirator atsidoz. Bu joyda bizda 4 ta narsa bor. Respirator atsidoz alkaloz, metabolik alkaloz atsidoz degan narsalar bor. Biz yuqorida ko'rib chiqdik, atsidoz o'zi nimaligini. Atsid degan kislota dedik, demak, atsidoz kislotali muhitni ortib ketishi ekan. Kislotali muhit, bu qonga nisbatan aytilyapti. Qonda kislotali muhit ortyapti. Kislotali muhit ortyapti degani pH nima bo'lyapti? Taxmin qilamiz, pH tushyapti degani. pH tushyapti, kislotali muhit ortyapti. Demak, bunda umumiy jarayonda vodorod miqdori, organizmdagi vodorod miqdori ortayotganidan dalolat beradi. Qondagi erkin vodorodlarni nazarda tutamiz. Endi vodorod miqdori ortayotgani bu joyda respirator so'ziga bog'liq ravishda kechyapti. Demak, respirator oldingi darsni ko'rgan odam biladi, anglab yetyapti. Respiratsiya nafas jarayoniga bog'liq ekan. Demak, nafas jarayoni buzilishi tufayli organizmda karbonat angidrid miqdori ortishi vodorodning ortishiga sabab bo'ladi. Oldingi darsda mana bu reaksiyani ko'rib chiqdik. Demak, organizmda karbonat angidrid qancha yuqori bo'lsa,
Bu shuncha vodorod miqdorini ortishiga sababchi bo'ladi dedik. Vodorod miqdorini ortishi esa bizda pH ni tushirib yuborardi va atsidoz muhitini ta'minlab berardi organizmda. Demak, karbonat angidrid organizmda qachon ortishi mumkin? Karbonat angidrid organizmda bu yetarlicha nafas olish chiqarish prosesslari buzilayotganda ortishi mumkin bo'ladi. Masalan, airway obstruction deyapti. Ya'ni nafas yo'llari obstruksiyasi. Nafas yo'llari obstruksiyasi degani biz astma kasalliklari yoki surunkali o'sha obstruktiv kasallik sifatida qaramay turamiz. Chunki uni ahamiyati bor. Uni ahamiyatini alkaloz mavzusida tushuntirib beraman, xudo xolasa. Bu joyda airway obstruction, nafas yo'liga nimadir tiqilib qoldi. Acute lung disease, ya'ni o'tkir o'pka kasalliklari yoki surunkali o'pka kasalliklari. Surunkali o'pka kasalliklari deganda hammasini nazarda tutmaymiz. Mavzuni o'zlashtirgan sari buni anglab yetasiz. Qaysi birida qanaqa atsidoz, qaysi birida alkaloz bo'lishini anglab yetasiz. Endi bundan tashqari opioidlar va sedativlar. Bu opioid sedativlar odamni tinchlantiradi. Tinchlantirgan qancha tinchlansa, nafas olishi shuncha pasayishni boshlaydi. Masalan, yugurib kelgan odam yugurib hovliqib keldi yoki qo'rqib ketgan odamni faraz qiling. Qo'rqib ketgan odam nafas olishi tezlashadi. Siz shu narsani anglab yeting. Nafas olishi qancha odamda tezlashsa, karbonat angidrid shuncha kamayib ketadi. Karbonat angidrid. Bu o'pka emboliyasidan ham misol keladi. O'pka emboliyasi keyslarda ko'p tushadi. Buni alkalozlar mavzusida ko'ramiz. O'pka emboliyasi bo'ladigan bo'lsa, nafas olish tezlashib ketib qoladi. Yoki mana hansirash holati astmada ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Astma yoki o'pka emboliyasida qancha tezlashib ketsa, karbonat angidridda shuncha kamayib ketishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Savol tug'iladi, astmada ba'zi manbalarda o'qishingiz mumkin, respirator atsidoz chaqiradi deb. Lekin astma alkaloz ham atsidoz ham chaqiradi. Qachonki astma mavzusini o'tganda shuni chuqurroq ko'ramiz. Aynan atsidoz, alkaloz mavzularini ichida ko'ramiz. Bu opioidlar, sedativlar odamni tinchlantiradi. Qancha tinchlansa, shuncha nafas olish prosesi xotirjamlashyapti. Xotirjamlashganda endi organizm karbonat angidridni tezroq chiqarmaydi, bu sekinroq chiqaradi. Shuni hisobiga karbonat angidrid ortyapti. Weakening of respiratory muscles, ya'ni nafas muskullarining qanaqadir kasalliklari yoki nafas muskullari shikastlanishi bor, holsizliklari bor yoki qanaqadir muskul distrofik kasalliklar bor. Shunga o'xshagan holatlarda nafas muskullari kuchsiz bo'lgandan keyin nafasi yaxshi chiqarmaydi. Bu degani ichkarida karbonat angidrid miqdori ortib ketyapti degani. Qancha karbonat angidrid ortsa, shuncha vodorod ortib, atsidoz chaqirib beradi. Umumiy atsidoz belgilarida bu yerda bosh og'rig'i, bosh og'rig'i, diziz, bosh aylanishi, dizritmiya, ritm buzilishi, giperkalemiya ko'ryapsiz bu yerda. Kaliyi ko'payib ketishi deyapti. Buni ahamiyati bor, yuqorida ko'rib chiqqanimizdaqa ahamiyat qisib olsak bo'ladi bu yerda. Nimagaki vodorod kaliy almashinuvini yuqorida ko'rib chiqdingiz. Yoki gipoventilatsiya, dispnoya, drowsiness natijalarida mana shu proseslar kelib chiqyapti. Ya'ni mana shu bosh og'rig'i, bosh aylanishi, dizritmiyalar yoki giperkalemiya, muskul kuchsizliklari barchasi respirator atsidozga sababchi bo'lib qolyapti. Bizda eng muhimlari deb mana bu joyga yozdik. Gipoventilatsiya, ya'ni nafas olishni pasayib ketishi deb sifatida qarasak bo'lyapti. Endi umumiy qoidani ko'rib qo'yamiz va o'tkir surunkali holatdagi kompensatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Umumiy qoidasi, respirator atsidoz bu alveolar ventilyasiya yetarli bo'lmaganda, ya'ni nafasni yaxshi ola olmasak deyapti o'zbek tilida aytganda, yoki fan tilida gipoventilatsiya bo'lsa deyapti. Karbonat angidrid miqdorining organizm to'planishi natijasida vodorod ion konsentratsiyasi ortishi. Mana bu reaksiya. Ya'ni karbonat angidrid ko'paydi, suv bilan reaksiyaga kirishib, karbonat angidraza natijasida mana bu karbonat kislota va vodorod miqdorining ortib ketishi. Vodorod miqdori konsentratsiyasining ortishi va qonda pH darajasini pasayishi, pH pasayadi. Xarakterlanuvchi kislota ishqor muvozanatining buzilishi. Bunda buyrak kechikkan muvozanat to'g'rilashga harakat qiladi. Bu joy juda ahamiyatli. Ya'ni buyrak kompensatsiyasi kechikkan bo'ladi deyapti. Chunki biz buyrak kompensatsiya qilish uchun organizm diurez qilish kerak. Qo'pol qilib aytganda, siydik ajratsa, siydik bilan birgalikda mana bu kislotali muhitni pasaytira oladi degani.
Endi organizm bir kunda misol uchun buyrakda umumiy siydik ajralishi ko'p bo'lmaydi va vaqti har xil muddatda bo'ladi. Misol uchun ertalab, obedda, tushlikda va kechqurun, undan keyin va kechqurun holatda. Misol uchun maksimal 4 martagacha odam diurez ajratishi mumkin bo'ladi. Bu holat orada vaqt talab qiladi. Bu vaqt talab qilishi ham va bu bir kunda bo'lib qolmasligi ham shu ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki organizm bir kunda qonni filtratsiya qilib chiqarsa 1,5-2 litr atrofida siydik ajratadi va bu siydik ajratilishi 2 litr siydik bilan yoki 1,5 litr siydik bilan organizm atsidoz muhitni to'liqligicha bartaraf qila olmaydi. Chunki barcha siydikdagi qismlarni hammasini chiqara olmaydi. Ya'ni buyrak gidrokarbonatni yoki vodorodni siydik orqali chiqarib yuborib kompensatsiya qilish kerak. Masalan, vodorodni siydik orqali chiqarib yuborishi bu har xil yig'uvchi naylarning har xil qismlarida vodorodni chiqarib yuborish qobiliyatiga ega buyrak. Buni siydik orqali chiqarib yuborishi organizmda pH ni ko'tarilishiga, ya'ni ishqoriy muhitga sababchi bo'lib qoladi. Agar buyrak vodorodni emas, gidrokarbonatni sekretsiyasini kuchaytirib yuboradigan bo'lsa, endi bu organizmda pH muhitini ko'tarib yuboradi. Buni sekretsiyasini kuchayib turib yuborsa pH kamayadi. Buni reabsorbsiyasini kuchaytirib yuboradigan bo'lsa pH ortadi. Ya'ni gidrokarbonat qancha ko'p so'rilsa, shuncha organizmda pH miqdori oshib, ishqoriylik tarafga yuradi, ya'ni alkalozga qarab yuradi. Bu buyrakning kompensatsiyasi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buyrakning proksimal naylarda kompensatsiyasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Gidrokarbonatdan qanday qilib o'zlashtiryapti? Gidrokarbonatni o'zlashtirayotganda birlamchi siydik tarkibida gidrokarbonat va vodorod ionlari qo'shilib karbonat kislotani hosil qilyapti va bu yerda karbonat angidrazi natijasida karbonat angidrid va suvga parchalanishi mumkin bo'ladi. Bu joyda karbonat angidridni to'g'ridan to'g'ri o'tishi mumkin bo'ladi. Karbonat angidrid bilamiz, diffuz yo'l bilan xohlagan joydan o'tishi mumkin bo'lgan gaz hisoblanadi. Umumiy hisobda gaz deb qaraymizda, bu gaz hisoblanadi. Va xlor bu yerda kirishi mumkin bo'ladi. Bu joyda asosiy karbonat angidridni reabsorsiya qilgandan keyin suv va karbonat angidridni qayta karbonat angidraza fermenti yordamida karbonat kislotaga aylantirib olsa bo'ladi. O'tgan safar ko'rganmiz, karbonat angidraza ikki tarafga ham o'ynashi mumkin bo'lgan ferment hisoblanadi. Va natijada vodorod va gidrokarbonat anioniga aylanadigan bo'lsa, vodorodni sekretsiya qilib tashqariga yana chiqarib yuborish imkoniyati bor bizda va gidrokarbonatni qayta so'rib olsak bo'ladi. Shu joyda natriy bilan birgalikda suriladi tarafga. Mana shu muhim ahamiyatga ega. Endi bu joyda birlamchi aktiv, ikkilamchi aktiv transport degan narsalar bor. Bularni mana bu kanallarni ahamiyati bor. Bu kanallar nimaga bu joyda natriy kaliy atifaza mavjud, bu joyda nimaga bir-biriga qarama-qarshi o'tyapti degan savollarni umumiy fiziologiyadagi kanallar mavzusidan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu joyda asosiy ahamiyati buyrak kompensatsiya qilyapti. Gidrokarbonatni so'rib olish, reabsorbsiyasini kuchaytirish orqali kompensatsiya qilyapti. Respirator atsidozga nisbatan organizmda kislota ishqor muvozanatini ta'minlash uchun. Endi gidrokarbonatni bu joyda so'rib oldi, reabsorbsiyasini kuchaytirdi. Natijada organizmda alkaloz tarafga qarab yurdi. Ya'ni metabolik alkaloz tarafga qarab yurdi. Metabolik alkaloz. Endi bu narsa birdaniga sodir bo'lmaydi. Chunki organizmda mana bu siydikdan vodorodni chiqarib yuborishni kuchaytirish yoki gidrokarbonat reabsorbsiyasini kuchaytirish bir kunda ajratiladigan 2 litr o'rtacha hisobida 2 litr siydik ajratsa, bitta odamga nisbatan oladigan bo'lsak, bu shuncha miqdordagi bilan mana bu respirator atsidozni kompensatsiya qilishga yetmaydi. Shuning uchun organizmda bu jarayon soatlar emas, kunlar talab qilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni buyrak o'tkir holatdagi respirator atsidozni kompensatsiya qilmaydi. Shu joyga yetib borish kerak. Qachonki surunkali bo'ladigan bo'lsa, orada kunlar o'tish kerak yoki ma'lum bir uzoqroq vaqt o'tish kerak bo'ladi, keyin buyrak kompensatsiya qiladi. Shu joyi muhim ahamiyatga ega. O'tkir respirator atsidozni, ya'ni tashqaridan o'tkir respirator atsidoz oson jarayon. Masalan, opioid beradigan bo'lsak, bu bitta opioid dori yoki sedativ dorilar bir necha kundan keyin ta'sir qilmaydi bemorga. U bir necha soatda ta'sir qiladi va bir necha soatda ta'sir qilgan mana bu respirator atsidozga sababchi bo'lgan vaziyatni organizm bir necha soat ichida to'g'rilay olmaydi. Metabolik
alkaloz orqali, ya'ni buyrak orqali. O'shaning uchun buyrak kompensatsiyasi birdaniga emas. Bu har 10 mm simopustol karbonat angidrid ko'tarilganda bir necha kunda keyin +3-4 gidrokarbonat qo'shyapti buyrak kompensatsiyasi. O'tkir vaziyatda bo'ladigan bo'lsa, har 10 mm simopustol karbonat angidrid ko'tarilishi bu bir mol nisbatida adashmasam gidrokarbonatni organizmga reabsorpsiyasini kuchaytirib beryapti. Bu narsa nafas olish siydik ajralishdan ko'proq bo'ladi deb qarasangiz, shunda osonroq tushunsa bo'ladi. Ya'ni organizm nafas olishi bir kunda umumiy oladigan nafasingizni hajmda litrda o'lchaydigan bo'lsangiz, nafas litri buyrak litridan, mana bu siydik desak, siydik litridan anchagina baland. Shuni hisobiga respirator atsidozni buyrak kompensatsiya qilish uchun bir necha soat yetib ulgurmaydi. Va mana bu bemorda ham pH o'sib qo'yib, pH 7.35 dan tushib ketgani yoki PSO2 qilib qo'ygan parsial bosimini karbonat angidridni 45 mm simopustondan ortib ketganini ko'rib turibsiz. Demak, respirator atsidoz umumiy xulosa qila oladigan bo'lsak, bu alveolalar ventilyatsiyasi yetarli bo'lmaganda karbonat angidrid miqdori bu joyda qayta chizaylik. Karbonat angidrid miqdori ortib ketganligi hisobiga organizmda vodorod ortib ketadi. Karbonat angidrid ortdi va reaksiya o'ngga siljidi va vodorod ortgani sababli pH miqdorining pasayib ketishi va qonda kislotali muhitni ortishi bilan namoyon bo'ladigan kislota ishqor muvozanatining buzilishi hisoblanadi. Keyingi darslarda boshqa muvozanatlarni gaplashib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.